Menga qara, menga qara. Ona sen menga qara, xotin yaxshi. Nima? Sen meni yaxshilab gapimni eshitgin. Sen ertaklarni ko'rgansan, multfilmlar ko'rib, juda anaqa qiziqarding-ku. Bo'ldi. Yig'ishtiring sassa-tezda. Sizchi, ko'chadagi hamma qurbaqalarni yig'ib, uyda o'tiravering, xo'pmi? Bugundan boshlab meni ham, bolalaringizni ham ko'rmaysiz. Keling, qoling, satta erkak bo'ling. Bo'ldi, yashamayman boshqa. Avlom aka. Ha, tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Nima bo'ldi? Keling bilan urushib qoldingizmi? Qara, sen misol uchun ishonadigan odamsan, tushunadigan odamsan, to'g'rimi? Ko'p ko'rgansan-da, misol uchun. Ertaklarda ko'rganmiz, kino skaskalarda ko'rganmiz. Hali qulvaqani bunda o'psa, malikaga aylanib ketardi-yu. Shu bor narsa ekan-da. Ivanushka aka-da. Ha, shuni o'psa o'ziga kelar ekan. Shu kecha keyin men yangilikka uyga bora olmaganiga mayli bir kun borib yotib kelgin dedim, ketdi. Kechqurun bir o'zim bak, zerikib, sigaret chekib chiqdim, mashta o'sha qurbaqa yotgan ekan. Bitta qurbaqani ko'rdim. Sehrli qurbaq ekan, men bilmayman buni deb, bunda qaradim, endi qishda o'lib qolmasin. Bilasan, hayvonlarni yaxshi ko'raman deb. Lekin haligini ko'tardim-da, ehtiyot qiling, endi qatga olib olay deb. Oshxonaga olib kelmay qo'ya qolib, spanningga olib kirdim. Issiqroq o'sha yota qolsin, shuni yonimga qo'yib qo'ydim. Shu so'yganni qilib, shu lam sal tegdimi haliginga uxlaganimda. Shu tutib ketdi-da. Ketib chiroyli bir malikaga aylanib qoldi-da. Men o'zim yoqamni ushlab qoldim. Qo'rqib ketdim oldiniga, tutqun bo'lib ketdim. Keyin shu qarasam kiyimlar sal noto'g'ri turganiga shu kiyimlarni to'g'rilab qo'yaman. Shundan ushlagan paytimda keyin kirib keldi-da. Keyin kirib kelib, hozir umuman noto'g'ri tushunib qoldim. Men o'zim unaqa odam emasman. Men o'zi hayvonlarni yaxshi ko'radigan odamman. Bilmayman endi ketib qoldi bu hozir endi nima derkan hozir hamma yoqqa borib. Aka, o'shanga to'polon qotdilarmi? Udan tushunmadi-da. Hech tushunmadi. Bo'lishi mumkin aka. Hayotda bo'ladi aka. Shuni aytaman deb bo'ladi bunaqa narsa. Jonim. Zapal bo'lib qoldimi? Uzr. Mayli, men boray. Wow. Krasavchik. Aka. Mana mashida, vaqam. Mashinani tushirib hozir motor tushirdi. Aka, bizga ham yo'qmi? Bala. Mana shunaqa qurbaqada.